fanda mana suvaraklar, tarakanlar ya'ni. Ulamolar aytishadiki, dinozavrlar zamonida ham bo'lgan shu tarakanlar deydi. Jismi kattaroq bo'lgan, lekin bo'lgan. Shuncha mahluqot qirilib ketdi dinozavrlar zamonida, lekin mana shu qoldi degan. Tarakan, qumursqa ana shunga o'xshaganlar qoldi. Nimaga? Chunki ulamolar bugungi kunda isbotlayaptiki, tarakan hattoki yarigi atom bombasini reaksiyasi bo'lgan taqdirda ham o'lmas ekan, yashaylar ekan. Balchiqning ichida, tualetning ichida, kanalizatsiyaning ichida ham yashab ketaveradi. Ana shu evaziga tarakan bugungi kunga qadar saqlanib qolgan. Shuncha katta-katta haligi mammontlar, dinozavrlar qirilib ketgan zamonda tarakan saqlanib qolgan. Tolibi ilm ham, musulmon odam ham xuddi mana shunaqangi bo'ladi. Eng qiyin vaziyatning ichida, eng mashaqqatli muhitning ichida tarakandek kanalizatsiyada yashab bo'lsa ham ko'karadi. Bu unaqangi villalardagina yashabgina men qila olaman, menda o'sha bo'lsa bo'lardi, bo'lmasa bo'lmaydi. Qanaqa gap bu? Yoki bitta ofis bo'lsa bo'lardi, bo'lmasa bo'lmaydi. Rasululloh daraxt tagida bayat olganlar sahobalardan. Laqad radiyallohu anil mu'minin idiybayona tahta shajara degan. Daraxt tagida bayat bergan mu'minlardan Alloh rozi bo'ldi. O'sha oliy majlis, senat, parlament yo'q edi u yerda. Daraxt tagida tashkil topdi islom davlati. Ko'rasizmi islom qanaqa ko'karadi? Ha, o'zini odam tikish kerak, bag'ishlab yurish kerak, yugurish kerak, harakat qilish kerak. Endi talab ilmiy hujrada turgan vaqtlarimizda shunday talabalar bo'ladi, oyiga $1000 ishlatardi. Tushunasizmi? $1000. $1000 pul. Biz $30, $40, $50 ishlatardik. Talabaligimizda ya'ni. $1000 pul ishlatardi. Go'r bo'lgan yo'q bo'lib ketdi. Yo'q. Shuncha xarajat, shuncha tashvish. Shuning uchun ham ota-onalar qo'rqmaslik kerak bolasini qiynalishidan. Tashang. Burni yerga chiqarsin, ko'karsin o'zining kuchi bilan. O'lmaydigan qilib bering. Bu qizg'anchilik, baxillik emas bu.